Assalomu alaykum hammaga. Bugun og'izda erib ketadigan, yumshoq bo'lib chiqadigan burama bo'g'irsoq o'rganamiz. Birinchi bo'lib biz yumshoqqina xamir qilishdan boshlaymiz. Yumshoqqina xamirimiz uchun bizga 200 gram sariyog', 200 ml sut, 200 ml suv va yarim choy qoshig'ida tuz, 3-4 osh qoshiq shakar va yarim choy qoshiqda dro'jji solamiz. Bo'g'irsoqimizning ham hamma siri ham shu dro'jji solishda. Ko'pchilik bo'g'irsoq xamiriga dro'jji solmasdan qilishadi, lekin dro'jji juda ham poriste bo'lib chiqishiga yordam beradi. Va 700-800 gram un solib, yumshoqqina xamir qilamiz. Unlarni sirasi sovurmaymiz, ozginadan solib xamir qorishni boshlaymiz. Chunki qattiq xamir qilib qo'yishimiz kerak emas. Va xamirimizni tindirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni yupqa shaklda yoyib, videoda ko'rsatilgandek uzun poloskalar qilib olamiz. Uzun poloskalar qilishimiz uchun 4 ta barmoq kattaligida kesib olamiz va har bitta qavatiga eritilgan sariyog'imizni surib chiqamiz. Va lentalarimizni kichkina ko'rinishga keltirib, videoda ko'rsatilgandek 2 ta barmog'imizni qo'yib o'lchab kesib olamiz. Va burama bo'g'irsoqlarimizni burab chiqishni boshlaymiz. Iloji boricha zichroq qilib o'rashimiz kerak. Shunda pishirayotganimizda ochilib ketmaydi. Qavatlari juda ham chiroyli ochilib beradi qovurilayotganda. Shu ko'rinishda hammasini burab olamiz va patnisga terib olamiz. Va tayyor bo'lgan xamirlarimizni yarim soat yoki 1 soatga muzlatgichga qo'yib olamiz. Muzlatgichga qo'yishdan maqsadimiz yaxshilab o'zini qotib ushlab oladi va qovurilayotganda boya aytganimdek ochilib ketmaydi. Burayotganimizda shu narsaga ahamiyat berishimiz kerakki, burab bo'lganimizdan keyin ikkita cheti chiqib qoladi. O'sha ikkita cheti chiqqanini yaxshilab ichiga itarib tiqvorishimiz kerak. Bo'lmasa xunukroq bo'g'irsoq chiqib qolishi mumkin. Bir xilla o'sha bo'g'irsoqlari kattaroq chiqishi uchun ham dumchalarini qoldiradi, lekin uni qoldirish o'zi kerak emas. Qovurilganda shunday ham katta bo'lib ochilib chiqadi. Gazimizni o'rta olovga qo'yib, juda ham qizib ketmagan yog'imizda bo'g'irsoqlarimizni qovurishni boshlaymiz. Agar qizib ketgan yog'ga solsanglar, bo'g'irsoqlar tez qizarib chiqib, ichi pishmay qolishi mumkin. Bo'g'irsoqlarimizni tepaga ko'tarilib chiqmaguncha demaymiz. Tepaga ko'tarilgandan keyin sekin aralashtirishni boshlaymiz. Birinchi bo'g'irsoqlarimiz pishib chiqdi va shu ko'rinishda qolganini ham pishirishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, bu usulda tayyorlangan bo'g'irsoqlarni qavatlari juda ham chiroyli bo'lib ochilib chiqadi. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Hamma bo'g'irsoqlarimizni qovurib oldik, tayyor bo'ldi. Endi qiyom tayyorlaymiz. Qiyom uchun bizga 1 piyola shakar, 1 piyola suv va limon kerak bo'ladi. Va katta qoshiqda 1 qoshiq asal sovuramiz. Hammasini qaynatib, tayyor bo'lgandan keyin bo'g'irsoqlarimizni solamiz. Bo'g'irsoqlarimizni aylantirib, hamma joyga qiyomimiz teggandan keyin qiyomni ko'tarib olamiz. Shuning bilan bu burama bo'g'irsoqlarimiz tayyor. Yoqqan bo'lsa like bosib, izoh qoldirishni unutmanglar. Yoqimli ishtaha.